имени анестезиологической службы, которую я в первую очередь представляю, ну и от имени лечебной работы стационара, хочу поздравить вас с нашим днем. С праздником, ребята! Прежде всего хочу пожелать, чтобы наш состав, такой дружный коллектив, всегда оставался, что наше мнение всегда учитывается. Сегодня открыли вот амбулаторию, я с завистью прошелся, посмотрел, думаю, какой хороший приемный покой был бы у нас в стационаре. Я думал, он еще будет. Так, Виктор Иванович, это только начало. Я думаю, мы будем еще дальше развиваться. Больница наша растет, развивается, кадры новые будут. Мы будем вместе с вами работать, а вы всегда остаетесь такими же прекрасными, красивыми и симпатичными. С праздником вас! Bayram konsertidan davom etamiz. Ham Tataristonning Otqazon artisti Ilnos Baxtni yangidan chaqirg'ali. Bori bizda motorikni jilay turgan, yoshlik hislarini uyata turgan jir hozir bo'lashaq. Jirga faqat bir kichkinagina she'r. She'rda mana Ramil biz endi Ramil bilan ko'p yillar institutda, universitetda birga o'qidik-da, birga turli teatrlarda, spektakllarda qatnashib yurdik. Mana bu jırlıysa jır bilan shunday bir qiziqli hal bo'ldi. Ol bo'ldi Yashil O'zan shaharida, yolg'ishmasam bilan naqta shulay bir necha yillar ilgari bu jırdan chiqqaniga qadar 17-18 yil. Mana shu birinchi chiqqan yillarda haligi jırni ayirusha yaratib oldilar. Shosha meni chaqirdilar naqta mediklar bayramini. 17 kunni deb xatirlamini esda qolgan shulay. Shulay zol o'rtadan bo'lingan, bu yoqda qolib o'tirib, bu yoqda qolib o'tirib. No, eng yaratib oluvchilar bu jırni bular tege yurak bilan связаны nida sosudistlar точно sen ko'proq shirkasini qaranda Yo'q, eshitgan bor. No, jirbit shuning bilan mana shu tege kardiologiya sosudist sen beribsan. Baribir qon tomirlari. Kardiologiya bilan bayli bo'lgan mana shu o'lkada ishlovchilar ayirusha yaratib oldilar. Hozir shu jırni eng birinchi chiqib jırladim. Shu jırni jırlari shingina chaqirganlar edi do'stlar aytganlar. Hadi şu ayırlardan zalda kalıp oturra, rahatlanıp şıkırım tolu. Bugünkü şekilde şundan zal ortadan bölüngen, bu jırını bitirdiler, başını edim, başını köteri jibersem, qarayım zalının yartıya kulçaba, yartıya kulçapmayı. Aha, men aytamdan berim Tatarlar, Ruslar, belkim şu balistlardan aytam birga şitirganlardır, bunu işte bayram vaqtida ayırma otura turganlardır indi deb, o'zimcha shulay fikrlarni kirib ketdim de uyushtiruvchilardan, Ro'za Maqsudovning şekilde uyushtiruvchilardan, yetakchilardan so'rayman. Men aytam Nişab zalının yartıya kulçapmay, elle men aytam Tatarlar, Ruslar ayırım oturalar mı degach, ışanda bo'lmagan ekan, tege qo'l chapgan yog'i kardiologiya yelkasi, qo'l chapib o'tirgan tegelar turganda jir yaqin bo'lgan shekilli o'zlarini qabul etib olganlar, qo'l chapmagan yog'i tege ashulari kelib ginekologiya o'tirgan ekan. Hamma narsa ishlarga tege bitdi deb birinchi bo'lmay konsert bitdi, shunday motorni aytirib begaybatdan tamomlandi. Shundan so'ng oxirdan birinchi kishi keldi, Elnazday, mana sizga bek rahmat, sizning shunday motor jirigiz bor deb, mana sizning jig'li ishga boramiz, jig'li ishdan qaytamiz deb meni o'zlarining o'ng'ay fikrlarini bildirdilar. Birinchi kishi keldi ginekologiya yelkasidan. Bizning turda ajr yoza olmassizmikan deb versaydi. No men aytam, qanday deb aytira, yo'q deb aytsam aytganchikda grubroq qarablar, bir hali yoshgina tutashmidi. Men aytam nechta kun aytiraman. No men aytam men yozilgan magu barmoq turunda, burun, ko'z, shash, tiz boshi tirsak turganda, no inchikda tarifini to'g'ri keltirib. No men aytam paka sizning organlarga borib jetmadi mana. So'ngra bir narsa yig'ishtirib chiqaramiz degan bo'ldim-da, ulda kula qaytib ketdim endi. Chiqib ketdim. Mana shu jillarning birisi, 17-18 yilga yaqin endi yozilgan jillarning birisi, Anla yuragimni, tingla yuragimni. Ayda ketdik. Shaybanda bayda. Aşık ilmeğini, ağlayı
Vakıtsızdı indi ayrılığına Hazır başka bir durar yanlarından Bin seni anlarım kalpte geçirmiş Dikmişlerdir yasın yanan yüreğime Anla yüreğime Anla yüreğime Ülkenem yollarım Karşı yüreğime Ağıl yüzümde Kaynar yaşlarıma Sensiz nerede yok Şirde Sensiz nerede yok, yine yaşarım.